Monroe Township, New Jersey'dan yana bitta xushxabar. Brooklyndan bitta vatandoshimiz mana bu orqamda turgan single house'ni olyaptilar. 70-yil qurilgan, 1850 square foot, 3 ta xonasi bor, 2,5 ta vannasi bor. O'zi ham zo'r uy ekan, u emas saroy. 4 yil oldin polniy remontdan chiqqan, огородlari ham juda ham katta. Hozir kirib sovg'alarni topshirdik. Mana kalitlari bilan xursand uyda o'tiribdi. Jalyuzlarni o'lchab, o'sha kirishga ham tayyor turibdi. Backyard degani shunaqa bo'lsin ekanda. Mana razmerini ko'ryapsizlar. 4 burchak, katta. Bitta zabor qo'yilsa bo'ldi. Daraxtlarni ko'ryapsizlar. Qanaqa qalin zo'r soya beradi. Yozda farzandlar mazza qilib o'ynaydi. Yangi yil uchun mana archalar ham tayyor turibdi. Mana senga olam gul. O'sha fantaziya ham ishlayapti. Bitta naves qo'yilsa, mana bu bitta letniy kuxnya qo'yilsa, tamom uy mukammal bo'ladi qoladi. Siz ham yangi yildan oldin uyga kirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning uyingizga rentda emas, bizga aloqaga chiqinglar. Biz mortgageni ham qilib beramiz. Kerak bo'lsa zo'r uylarni ham zo'r narxlarda olib beramiz. Sizlarga omad yangi yil bilan.